Türkiye'nin ataqlıq yazğıcısı Reşat Nuri Guntekin'nin Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Çalı Quşu namlıq romanı. Bu roman Belqut şirkətində avazğa elinib, Belqut torida anlatıldı. 5 Avgust. Muallimalik qilganimdan beri 2 qitim o'quvchi qizlarimning to'yini ko'rishim. Lekin bu qitimqisi bechora Zahroninkidak emas. Bu kecha, bu soatda Jamila kirpiklarida teqi qurimagan ko'z yoshlari bilan uxlayotgani yo'q. Jamilaning chiroyli beshiga bu kecha, bu soatda yaxshi ko'rgan yosh ofitserning ko'ksi yostiq bo'ldi. İkkalisimu bir-biriga bo'lgan ishqiy muhabbatida shunchalik qattiq turdiki, axir ota-onalarimiz ma'qul bo'lishga majbur bo'ldi. Jamilanimi Zahrani yasandirgandek o'z qo'lim bilan yasandirdim. Xeyli vaqtlardan beri mundaq odam ko'p yig'ildigan yerlarga bormasqa tirishib kelgan edim. Lekin Jamila alaydan uyimga keldi. Qo'limni suyib turib yalvordi. Qaranğu kechilarning birida uningga qilgan xizmatimni bilib qolganmikin bilmayman. Ota-onasining roziligini olgan kuni bu xush xabarni hammadan burun menga aytib kelgan edi. Balkim gumon qilgandu. Shunda qilib Jamilani o'z qo'lim bilan yasandirdim. O'z qo'lim bilan kelinlik tojisini kiygizdim. Bu yerning bir odati kim bo'lsa-mu yosh qizlarning chechiga bir tal kelinchak chertkini taqaydi ekan. Buni yaxshilikdan besharat keltiradi deyishidi ekan. Har qancha qarshilik qilganimga qaramay, Jamilaning opsi chechimning bir tarafiga kichikkina bir chekak qarsini esib qo'ydi. Ofitserni ko'rishga qiziqatdim. Jamilani uning qo'lida ko'rmasdan turib, ularning baxtiga ishonmaydim. Lekin onunğa imkan bo'lmadi. Baldurda uyga qaytishga majbur bo'ldim. Hamma yerda bo'lganidek, bu yerdami xotinlarning yoshirincha menga qarashib, bir-biri bilan nimalarni pichirlashayotganligini ko'rib turardim. Hammasining og'zida yana shu yipak qurti. Shahar boshlig'ining ayoli olmos oltinlarga ko'milgan semiz xotin. Yüzümge dikkat qilib tikilgandan keyin yenidikilarga men anglug'udak qilib, bu yipak qurti rostila opatgan bechorning ko'yib yenishi bekor emaskanda dedi. Endi bu yerda turolmaydim. Jamilaning opsidan ruxsat so'radim. Og'rivatganligimni, o'ri turg'idek holimning yo'qligini aytdim. Yosh kelinning yanida muallimalardan bir qanchasi bor edi. Qiyri ayol menga ularni ko'rsatdi. Jamilaga muallimalari nasihat qilyapti. Senni bir ishga yig'iz gap qilib qo'ysam-chu qizim, dedi. Bu samimiy taklifni kulimsirab qabul qildim. O'quvchimni bir chetga tortib, Jamila, muallimang bo'g'inim uchun opam sana nasihat qilishimni aytdi. Nasihatlarning eng yaxshisini o'zingga berdim. Lekin qo'zim, sana bir ogohlantirishim bor. Ofitser sening yoningga kelmasdan burun ko'chadan yot bir xotinning kelganini, sana yoshirin bir narsa demoqchi bo'lganini xabar qilsa, zinhor anglama. U xotindan qochqin, beshingni ofitserning quvvatli ko'ksiga yoshir, dedim. Kim biladi? Jamila bu so'zlarga qanchalik hayron bo'lgandi? Hayron qilishga haqli. Chunki o'zimni hayronman. Bu so'zlarni yot bir og'izdan anglayapman. Sababini, ma'nosini o'zimdan so'rayman. 27 Avgust. Bugun oqshom kichikkina begimizda ziyofat qildik. Munisa ishkimiz Haji Kalfaning oilasini kechki tomoqqa chaqirdik. Qiziqchilik bo'lsin deb bozordan 3-4 qizil qog'oz palmus akilib, badam darxining dasturxon ustiga egilgan inchik shexig'i esib qo'ydik. Bularni ko'rib Haji Kalfa bekmi xush bo'lib ketdi. Voy, bu ziyofat emas, 10-iyul tantanasi, dedi u. Haji Kalfa
bu akşam mening 10-iyulum, dedim men. Shundaq. Bu akşam mening erkinlik bayramim. Çal quşuning qafasdan qutulganiga to'g'ri 1 yil bo'lgan edi. 1 yil 365 kun. Nima degan uzun. Dastlab shunchalik kayfim chaq bo'ldi. Tinmasdan kulib so'zlab, ajoyib qiziqchiliklarni qildimki, Samaniyalik xonim kulkidan teliqib ketdi. Ayganoshning sapkunlik yuzi shaqqa esilgan panosda qizirib ketgan edi. Haji Kalfa tizlarga urib, "Ishingga shayton kirib oldimi nima?" deb shunchalik kulatdi. Kechgacha bog'chada o'ltirdik. Keyin panoslardan birini Muratga, birini Ayganoshga berib, mehmonlarimni uzitib qo'ydim. Munisa kunduzi bek harg'ashqa biz gaplashib o'tirgandila mugdashga boshlagan edi. Uni yotqizib qo'yib, o'zim yolg'iz bog'chada qoldim. Jimjit yulduzli kecha edi. Uduldagi uylarning chirig'i o'chgan. Bu yulduzliq osmon ostida tog' yo'li dahshatli soyidek yuqoriga ko'tariladi. Peshonamni belikimga qo'yib, bog' reshatkasining sovuq temiriga yo'landim. Atrofimda biror shapa yoki oyatdan asar yo'q edi. Faqat yar tuvidagi bu chidiqsiz issiqda qurib ketmagan eriqda suvning yiqimliq shildirilishi anglanadi. Va suvda yulduzlarning aksi ko'rinadi. Qog'oz panosning shami erib tugashga boshlagan edi. Uning rangli nurlari bilan billa ichimdagi shodlikning so'lishishga boshlaganini, ko'nglimga cho'nqur, chorasiz qorong'ulik cho'kayotganligini his qilatdim. Bu 1 yilning gah qorong'u, gah oyning kunlarini bir-birlab xiyolimdan o'tkazdim. Nima degan uzun, ya Rabbim, nima degan uzun. Soğuqqa va jafo mushaqqatga shikoyat qilmay bardoshlik bergan sog'lom vujudim bor. Balkim yana 40 yil ya 50 yil yashaman. Ehtimal bu 50 yosh qayg'uli qalbining g'amkin 50 yilini xotirlaydigan kunni ko'rarman. Hayot nima degan uzun? Ya Xudo, nima degan uzun-a? Belki o çağda Munisa'mı yanımda bo'lmas. Çaşlarımga asta akma kerak. Ümitli bo'lishga, chidamli bo'lishga razmi bo'lay. Xo'p, lekin nima uchun? Nimani kutish uchun? Bu 1 yil ichida bir qancha qitim o'zimni tutolmasdan yig'ladim. Lekin bu yig'larning hech birida mush kech ko'zlarimning ichini echib turgan ochiq yosh yo'q edi. O chaqlarda faqat ko'zlarimni yig'lagan. Ammo bu kecha yuragim yig'lamoqda edi. Birinchi o'ktabr. Darslar boshlang'ili 2 hafta bo'ldi. Muallimalarning ko'pi qaytib keldi. Hatto İstanbul'da çokum kalmakçı bo'lgan Vasfiyam keldi. Bu bechora birer boş o'rin topolmabdi. Nazihaning beshiga baxt qush qo'nibdi. Biri juma kuni ikkisi sepil yanada bir yosh ofitser bilan uchrashib qoldi. Ofitser ularni bo'g'oz ichidan Fatihgacha agishib ketdi. Bu ikki kasbdoshining hozirgacha uchratgan er tanishlarida Umu Vasfiyani yaxshi ko'rib qopdi. Hatto qaysi bir bog'chada uchrashmoqchi bo'ldi. Baxtga qarashi shu kuni Vasfiyaga mehmonlar kelib kelib, ofitserni saqlatib qo'ymay deb Nazihaga yalvoribdi. "Jinim Naziha, mening o'rnimda sen berib, bugun kelmaydiganligimni aytqin. Boshqa kuni nada uchrashadiganligimizni bilib kel." Naziha kashqurun qaytib kelib, yosh yigitni ko'rmaganligini aytibdi. Lekin qizning ahvoli g'alit emish. Bir necha kundan keyin ish oydinlashibdi. Demak,
Shu kuni Naziha bir amal qilib, yosh ofitserni o'ziga qartavyapti. Xoin qiz bir haftadan keyin uning bilan va'dalashibdi. Vasfiyaga bu bekmi alam bo'pti. Bir tarafdan jon do'stining oldiganligi eg'ir kelsa, yana bir tarafdan yolg'iz qolganidan hasrat chekatdi. Pat-pat ichidan urib. Ah Farida xonim, siz bilan bekmi inoq do'st bo'lishib ketdik. Lekin qanday tushundiray? Siz shunchalik xushchaqchaq, umaq, yaxshi bir qiz bo'lsingizmi? Turmushning lazzatini tetmagansiz. Deydi. O'yladi qushlar tuxumlardan yangi yerib chiqqanda, qanday xushallik hayot boshlansa, maktabdimi shu ahvol edi. Bo'libmi bir necha kun avval issiq va jimjit yozning menga beg'ishlagan shafqatsiz qayg'usini va bilib bo'lmaydigan hayot harg'inligini yuyib ketdi. Shunchalik yenik va shunchalik xushalman. Anglayotganinglar Bel qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 17-oktyabr. 10 kundan beri yomg'ir to'xtamay qattiq yog'moqda edi. Dastlabki kunlarda menga o'xshash suyungan, so'lg'in mangizlariga sap hayot rangi kirgan oxirgi gullar xarab bo'ldi. Bechoralar to'xtamay yig'ayotgan yomg'ir ostida beshini sangilatib, yetar amdi degandek qo'rilib titrashatdi. Bugun kechda maktabdan qaytganimda mening holimni ulardan qilishmaydi. Usti beshim cho'p-cho'p hul. Paranjam badanimga, chumpardam yuzimga yepishib ketgan edi. Ko'chada uchirganlar mening holimga kulatdi. Bu oqshom Munisaning chiroyi sal sulg'in ko'rindi. Zukamdab qilishidan qo'rqib, baldurni zo'rlab yotqizib qo'ydim. Ihlamori qaynatib ishkizdim. Yaramas qiz yetishga unimaydi. Mening ansirashlarimni zangliq qilib. Jinim hada, bu so'g'uq odamni nima qila oladi? O'tgan yil qarda samonliqda yotgan kechani unutib qoldingmi? Deydi. Bu kecha zodil uyqum kelmadi. Munisani uxlatgandan keyin qo'limga kitob ilib divanga so'zildim. Yomg'irning no'lada, lampalarda chiqargan ovozini 15 kundan beri tugamagan bu motam kuyni tinglashaydim. Qanchalik vaqt o'tganini bilmayman. Birdilla eshik tez-tez urildi. Bu vaqtda kim bo'lishi mumkin? Eshikni ochishga jur'at qilolmadim. Mehmonxonaning derazasidan qaradim. Qaranguda egiz bo'yliq bir ayol deraza tövida yomg'irdan qechib turadi. Qo'lidagi berzin ipilgan tanarning yo'riqi ko'chadagi yomg'ir suvi yig'ilgan ko'lchaklarda jimirlaydi. Kim? Dedim. Titrak bir ovoz anglandi. Ishni iching, Farida xonimni ko'rgili keldim. Ishni ichib o'tib titraydim. Shu oqshomdan beri yot xotinlardan qo'rqib qolgan edim. Qachoniki mushundaq yot birsining meni izlaganligini ko'rsam, xuddi yomon xabar anglaydigandek bo'lardim. Vaqtsiz kelgan bu mehmon yuzimni ko'rish uchun tanarni ko'tardi. Shu chaqda sulg'un chiroyni, qayg'uliq bir jup zangar ko'zni ko'rdim. Ishkirga kirsam bo'lamdi muallima xonim. Bu chiroy ovoz meni xotirjam qildi. Kimligini, nima uchun kelganligini so'rashni lozim topmay, marhamat kiring deb yonidagi mehmonxonaning eshigini ochdim. Ayol uyni hul qilib qo'yishdan aymangandek atrofiga qarab o'tirishga jur'at qilolmaydi. Bir narsa deyish kerak bo'lgani uchun nima degan yoqqan yomg'ir, nimonchimi yog'diganda odamni ko'mib o'tadiganday dedi. Diqqat bilan yuziga qarab turardim. Uningdagi parishonlikning sababi yomg'irdan boshqa narsa ekanligi ro'shan edi. Asli maqsadini aytish uchun o'zini besib olmoqchi bo'lganligini tushundim. Shunga darhol nima ishi borligini so'ramadim.
Dastlabki hissiyotim meni aldamagan edi. U muloyim chiroy, esil bir ayol ekan. Axir kim bilan ko'rishyapman, afandim? deb so'radim. U meningdan qo'rqqandek beshini egdi. Farida xonim, men yot birsi emasman. Gerçi hozirgacha bir-birimiz bilan yuz ko'rishmagan bo'lsakmi, sizni xilidan beri taniyman. U bir oz to'xtab qoldi. Keyin g'ayratga kelib qo'shimcha qildi. Bir kasbdeshingizning qarindishiman. Mektubinglarning musiqa muallimi Shayx Yusuf apandining. Birdilla yuragim og'zimga tiqildi. Lekin g'ayrat qilishim, hech narsani sezdirmasligim kerak edi. Shundaq apandim, ko'rishganimiz uchun xushalman. Shayx apandi bir oz yaxshi bo'lib qolgandi, inshaalloh, dedim. Bu saatda bu ahvolga kelgan mehmonga deydigan so'z albatta bu emas edi. Lekin boshqa nima deyalayman? U so'z topolmay jim turardi. Men yuziga qarashga petinolmay yerga qarab oldim. Quloqimga zaif bir yig'i anglandi. Qutulishning imkoni bo'lmagan bir falokatga rozi bo'lgandek, beshimni texim bakrak egib kutib turdim. U yig'lamaslik uchun qo'li bilan ko'ksini, bo'ynini besib, qarindishim bugun kecha jon uzdigandek kechqurun birdila o'zgarib qoldi. 6 soatdan beri o'zini bilmay yotdi. Tongni otqizolmasmikin? dedi. Javob bermadim. Nima deyalaydim? Kichik xonim, Yusuf mendan 3 yosh kichik bo'lsa-mu, lekin o'z bolamdek. Opamiz o'lganda Yusuf kichik edi. Menmi unchalik cho'ng emasdim. Shundoq bo'lsa-mu, uningga onalik qildi. Hayotimni uningga bag'ishladim. Tul qolgan vaqtimda sizning yeshingizda edim. Yana to'y qilsam bo'ladi, lekin xohlamadim. Chunki Yusufim yolg'iz qolmasin dedim. Holbuki hozir u meni yolg'iz qoldirib ketyapti. Nemishki bularni sizga aytaman kichik xonim. Meni aybga buyurmang. Mush soatda sizni beoram qilganim uchun, yolvorib turib sizdan tilaydigan narsam uchun. Mendan xafa bo'lmang. Meni qo'g'lamang. So'zi musha yerga kelganda holsizlanib yerga tizlanganligimni ko'rdim. Bir falokat bo'ladigan bo'ldi deb o'ylab, mo'risidan tutmoqchi bo'ldim. U tizlarimni so'yatdi. Yerda tizlanib so'zilib, o'zini uyoq bu yoqqa tashlab yig'laydi. Ehtiyot bilan o'zimni qutqizdim. Shundaq paytda odam qanchalik vazmin bo'lishi zarur bo'lsa, shundaq bir vazmin ovozda: "Xonim apandi, qayg'ungizni tushunaman. So'zlang, qo'limdan keladigan ish bo'lsa", dedi. Ayolning yig'idan ishig'an so'lg'un zangar ko'zlarida umid ushqunlari chaqnadi. Bechora ko'ksining do'kildishini qo'li bilan besishga tirishib, Yusuf 10 yildan beri kasal. Tarishib turmush davolatsammi, mal'un kesali zodini saqaymadi. Qiyrinishimni ich-ichidan yeb tugatdi. Oxir bu voqea yuz berdi. Sizda ko'rdi. U bekmu hissiyotliq, shunga ko'z oldimda erib tugashga boshladi. So'zi bu yerga kelganda yenik bir e'tirozimni tutib qololmadim. "Xonim apandi, qasam ichimanki, men qiyrinishimizga hech narsa qilmadim. O'zimni yorlangan bir sho'rliqman." "Xonim qizim, balki sizning bir yaxshi ko'nglingiz bordir. Xafa bo'lmang. Men qasam ichimanki, bu so'zlarni shikoyat qilib demadim. Men ko'rinishimda qo'pol, bag'ri tosh ayol emasman. Gapning qisqasi Yusufning hadisiman. Ko'p yillardan beri uning muzikasi ichida yashadim. Sizdan emas, bu uchirishdan shikoyat qilmoqchi emasman. Yusufning o'rnini tutib yetib kelib, shondak erib ketayotganligini ko'ryapman. Lekin men shunday tushunamanki, u baxt ichida o'lyapti. Yo shikoyat qilmaydi, yo ochiq so'zlar aytmaydi, yo izdirob chekmaydi. Ba'zida hushidan ketgan chog'larida ko'z qapoqlari osta titrab,
qonsiz lavlari sirliq bir kulimsirash bilan ostog'ini ismingizni takrorlaydi. Tünögüngacha bu dardi haqida menga hech narsa demagan edi. Tünögün qo'limni tutib, barmoqlarimni bir-birlab so'yib, uni yana bir qitim menga ko'rsat hada deb bolalarcha yolvurishga boshladi. Yusuf uchun har qanday fidokorlikqa rozi edim. Ammo bu ishqa ko'zim yetmay, yuragim ming pora bo'ldi. Saqaygın Yusuf, tezroq saqaysang albatta ko'rsan deb peshonasini, chochlarini siladim. Farida xonim, kasalning hech nima demasdan menga qanchalik xafa bo'lganligini, beshini u tarafga o'rib, cho'nqur umidsizlik ichida ko'zlarini yumg'inni ko'rsangiz, tushuntirib berolmayman. Bugun kechga yaqin ko'zlarini butunlay yumib oldi. U ko'zlarning yana bir qitim ochilmaydiganligini bilaman. Men u ko'zlar uchun umrimni, baxtimni pido qilgan. Hech narsadan mahrum qilmagan edim. Endi behmi xohlagan narsasini bir qitim ko'rsatanmasdan hasrat ichida ko'zlarini yumg'inni ko'rish. Sizga bu alamni tushuntirish mumkin emas, Farida xonim. Zodila mumkin emas. Bu jon talishayotganlarning og'ziga temitgan suvdek shunchalik bir savobli ish edi. U oxirini deyolmay qoldi. Yuzini etaklari bilan to'sib, buqildab yig'laydi. Bu kechadagi voqealarni xuddi tushdek eslayman. Yomg'irda oldindagi padarning va yo'riqida menib bir qancha tor ko'chalardan o'tdim. Hech narsani his qilolmaydim va hech narsani sezmaydim. Qiyonda iqib ketayotgan yo'pirmoqdek ixtiyorsiz ilgirlaydim. Meni sayla tushib turgan egiz keng bir uyga boshlab kirdi. Tamga tamburla, udla, skriptlar esilgan edi. Tekchilarda naylar tizilgan. Kompozitor sazlar bilan liq to'lgan uyning bir bulungidagi keng to'mir karvatda jon uzivatdi. Putumning uchida dastlab uningga yaqinlashdim. Mumdek seriq yuziga elitin o'lim jimjitlikqa cho'kkan. Yumuq ko'z chanoqlariga qorong'ulik to'lgan edi. Faqatla oppoq tishlarini ko'rsatib turgan ochiq lavlarida sal-pal hayotlik nishonasi qolgan edi. Sal avval ichidan ezilgan parishon ayol hozir bu oxirgi vazifa oldida hayron qolarlik darajada vazmin va chidamliq edi. Ya Rabbim, muhabbat va mehr shafqat degan narsada nima degan mo'jizalar bor? Maktabga boradigan bolasini uyg'otayotgan onadek kasalning beshini silab turib, Yusuf bolam, qarig'ina, Farida xonim sendan ahvol so'rab keldi. Ko'zini och Yusuf, deydi. Kasal hech narsani ko'rmaydi va anglamaydi. Uning oxirgi qitim ko'zlarini ochmasdan o'lib ketish ehtimoli bechora ayolning bardoshligini asta-asta yo'qotishga boshladi. Ya'ni yig'idim ovozi bo'g'ilishga boshladi. Yusuf, jinim bolam, ko'zing yana bir qitim ochqina. Ko'rmasdan o'lib ketsang, men teximdek azobda qolaman. Bilqut xazinasi. Ichim og'rib, yuragim eziladi. Üstümden iyana bir yük besilayotgandek tizlarim bukiladi. Karvatning bosh tarafida üsteldek bir narsaga yo'linib turatdim. Buning o'rik ekanligini bilib titrab ketdim. Yuragim bu bechora ko'zlarni oxirgi qitim oshqizadigan mo'jiza faqat mushu narsa ekanligini aytadi. Bu xiyol balkim bir jinoyatdir. Balkim behmu cho'ng bir gunohdir. Lekin bu o'rg'mu chetidan pastga qarasa, xuddi o'ziga tortib oladigandek tuyuladigan hanga o'xshash menimi o'ziga tortdi. Ixtiyorsiz putumni besib, barmoqlarimni tillarining ustiga qo'ydim. O'rg
yaralangan ko'ngilga o'xshash mungluq engladi. Qarangu bulunlardan, tanglardan, kulangülərdən əks sada kelib, öy içi peyğam bilan titrab ketdi. Rasmı, ya mening yoshlar bilan pardalangan ko'zlarimning vahimimi bir nima deyolmayman. Mana shundoq bilindiki, kesal bu ovoz bilan zangari ko'zlarini oxirgi qitim ochdi. Hadisi yutqanga yuzni yiqib, teliqib yig'layotdi. Muqaddas bir vazifani o'tayotgandek jasadning ustiga enishdim. Oxirgi hayotlik nafsida titragandek ko'ringan ko'zlariga lavlarimni tekkizdim. Nihoyatki tunji suyishim jasadning yumuq ko'zlariga nisb bo'lgan bo'lsa. 2 noyabr. Bu beydiki uyimda o'tkazadigan oxirgi kecha. At sahar bu yerdan ketaman. Shu vaqadan keyin tabiiy bu yerda qololmaydim. Shaharda butunlay men to'g'riliq gap. Hammasi menga qiziqishib qarashidi. Maktabga bora kelada oz bo'lmagan odam kaynimga kirib oladi. 2 qavat chimpardamga qaramay yüzümni ko'rish uchun yo'limni to'sidim. Hatto ovozini pasaytirishni xohlamagan behurmatlarning "Ipak qurtig'i bu, bechora shayx" deganlarini anglaydim. Kasbdoshlarim bilan so'zlashishdan izzat tortdim. Sinfga kirganimda qizdirib ketadiganligimni his qilardim. Bu mushundaq davom qilolmaydi. Ilojisiz Ma'arif mudirining oldiga bordim. Bu yerning havosiga ko'nolmayotganligimni aytib, boshqa yerdan xizmat tepib berishni iltimos qildim. G'ayratlardan umi xabardor bo'lsa kerak, darhol qo'shildi. Lekin boshqa yerdan menga loyiq o'rin tepish tas edi. Men oyliqiba kichik bir maktab bo'lsa-mu, rozi bo'lganligimni aytdim. Ish qilib yiroq birga bo'lsa bo'ldi. 2 kun avval buyruq keldi. O'tir maktabiga belgilabdim. Bechora chala qushi shamolga uchirgan g'azanga aylangan edi. Anglayotganinglar bel qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 3-qism. 23-aprel. Bugun Hidrallar kuni uyda yolg'iz qoldim. Uyda emas, butun shahardami yolg'izligidek edim. Uylar bo'sh, do'konlar etik. Butun shahar xalqi atdigandila yemaklik sevatlarini elib, qo'zi go'shi yeyish uchun tanliqqa qarab menishga boshlagan edi. Ko'chaning beshida doim bir polish tilanchi o'ltirardi. Hatto umu bu tomoshadan quruq qolmaslik uchun o'zini hammolga ko'tarib, xuddi g'arfida o'ltirgandek mag'rur holda to'pqa qo'shilib ketdi. Meni hammadan behrak hayron qoldirgani itlar edi. Bu quv hayvonlar ziyofatning puruqini olgandek, tugin sevatlarni ko'targan kishilar to'pining orqasidan agishib ketib borardi. Munisani qo'shnimiz polk imomi Hafiz Qurbon apandining ayoliga qo'shib qo'ydim. U mening so'z berishga o'nimasdan xeyli injiqlik qildi. Men beshimni tengib olib, "Sal mijozim yo'q, yaxshiroq bo'lib qolsam kayninglardan boraman" dedim. Ularni mijozim yo'q deb oldim. Amaliyotda bugun o'zimni tetik va xushal his qilardim. Berishni xohlamaganimning sababiga kelsak, men odamlar to'plangan tomoshalarni yaxshi ko'rmaydim. Ular ketish bilanla beshimdagi yog'liqni elib etdim. Past ovozda naqshi aytib va isqirtib, berilib uy ishini qilishga boshladim. Maktabda kun bo'yi er kishilardek ishlagashga, go'yida uy ishlari bilan mashg'ul bo'lish menga bekmi huzur berishlaydi.
ishlar tugagandan keyin navbat qushlarga keldi. Bu jonivorlarning qatısini tozaladim. Suyini yutkidim. Keyin attap ko'rsin deb boqqa ep chiqdim. Hozir naq 6 qushimiz bor. Bu yerga keldigan chaqda Nazlumni Hoji Kalfaning o'g'liga qoldirishga majbur bo'lgan edim. Biroq Munisaning ko'ngli yerim bo'lib yig'lag'ashqa, qizimiz yerkib qolmasin deb bu qushlarni ilib bergan edim. Keyin bularga o'zimning ishtiyoqim tushib qoldi. Lekin Xo'shnamning seriq mushkining dastidan bu jonivorlarga aram yo'q edi. Qafaslarni boqqa ilib chiqsamlar, mushk qafasning uduliga kelib o'tirib oladi. Ko'rinishda bekmi muloyim, yavash yeshil ko'zlarini paqirtib, xuddi qushlarga rahim qilgandek qaraydi. Bulupni ba'zida enkini titirtib, shundoq muloyim miyovlaydiki, ko'rganlar uni qushlar bilan so'zlashyotidi deb o'ylab qoladi. Bugun qani nima qiladigan ko'ray deb qushlardan birini qafasdan chiqardimda, mushkning tumshug'iga yiqin akaldim. Xuddi qattiq shamol so'qqandek zolim hayvonning seriq tuklari hurpaydi. Yeshil ko'zida ushqinlar chaqnab ketdi. Yumshoq aloqalari ichidan tirnoqlarini chiqarib, qushqa etilishga tayyorlandi. Dilqut xazinasi. Bechora qush changilimda turib, qanotini bo'ynini qisib, shundoq titrdiki, bo'sh qo'lim bilan mushkning bo'ynidan tutib, bu vafosiz yeshil ko'zlaringdagi muloyimlikni ko'rgan kishi seni osmondagi farishtalarni xiyol qilyapti kerak deb o'ylaydi. Halbuki sening niyating bu bechorani mijivtish shundaqmi? Qarab tur, hozir seningdan shundoq bir o'sh olayki, dedim. Olqinimni ochdim. Bechora qush birdan silkindi va ozod bo'g'iniga ishonmagandek sal to'xtab bilib, andin parvoz qilib uchib ketdi. Mushkning hayron bo'lib alam bilan qushqa tikilib qolgan yeshil ko'zlariga yuzimni yiqinlashtirib, qaqaqlab kuldi. Ko'nglimda ajoyib bir xushallik bor edi. Faqat bu seriq mushkdilla emas, balki barliq bechora kichik qushlarga orom bermaydigan seriq maxluqlardan o'sh olganda xush bo'ldim. Bu xushalliqimni boshqa qushlarning bolasi bozdi. Bu rostila bir nolimi deb bilmayman. Lekin menga nima uchun bizni do'stimizdek baxtli qilmaysan deyotgandek tuyuldi. Ko'nglimning har qachon itoat qilib kelgan xohishi va qat'iy buyrug'i bilan qafaslarning yeniga bordim. Bir yo'lila hammasini ozod qilib o'tmoqchi bo'ldim. Lekin birdanla Munisa esimga keldi. Qafasning biriga yuzimni yiqib, "Sizlarni qo'yib olsam bek yaxshi bo'ladi. Lekin Munisaga va bu seriq talaysizga nima deb javob beramiz? Ilojimiz qancha? Har qancha urinsak-mu bu seriq vafosizlardan o'zimizni tamoman qutuldira olmaymiz," dedim. Qushlardan keyin navbat o'zimga keldi. Men havo ochiq kunlari doim sovuq suv bilan beshimni yuyatdim. Oftobda chochlarimni asta-asta quritish mening eng zo'xlanadigan ishim edi. Bugun yana shunday qildim. Keyin qafaslarning o'dilidagi o'rik daraxiga chiqib o'ltirib, o'z chochlarimni mayin bahor shamolida quritishga boshladim. Chechim o'sib belimga tushgan edi. Bu yerda chechimning nima uchun qoldiligini boshqalarga deyishdan izoh tatdim. Ular buni ayollar uchun ayib, qisqasi cho'ng bir nuqson deb hisoblaydi. Men har kimdan, hatto Hoji Kalfadan bir xil choch to'g'risini so'rab olgan edim. Chechimning tez o'sganligini ko'rganlar buning karomatini dorilardan deb bildi. Dorilarning unum berganligiga mening tutam qo'yiq chochlarimni guvoh qiladi. Qafaslar o'rik daraxining o'dilida edi. Qushlar munchaqdek parıldigan ko'zlarini quyoshga tikib sayrishatdi. Men ushqitib ularni do'raydim.
enchik shoxning ustida xuddi gulangishda o'ltirgandek tavrinatdim. Bir chaqda qo'shni uyning derazasiga ko'zim tushib qoldi. Nimani ko'rding deyman sizlar? Qo'shnimiz Puluk imomi Hofiz Qurbon apandi yapaloq yuzidagi masjid chirig'idek parqirab turgan yumaloq, pishloq ko'zlari bilan men qarab turmasmi? Qanday ahvolga tushganimni aytib bermayman. Qiliqim, ko'rinishim biror narsaga o'xshasa kashki. Putum yalang oyoq, ustimda oldi ochiq oq ko'ylak. Birinchi harakatim keynimni yipib turgan sochlarimni biri amal qilib oldimga tushirib, bo'ynimni, ko'ksimni yipish bo'ldi. Keyin o'zimni daraxtdan pastga otdim. Xudoga shukr, shoxi egiz emas edi. Quliqimga "Ya Allah" degan ovoz anglandi. Yiqilib tushgan, bir yeri og'rigan men edim. Vaqirgan qo'shnim Hofiz Qurbon apandi bo'ldi. Puluk imomi etini kulmasdan turib aytolmayman. Hofiz Qurbon apandi 50 yoshlardagi kishi edi. Kishilar uni bekmi boy deyishatdi. Uning ayoli 30 kirmagan. Bekmi sadda, chiroyli, qora ko'z, kelishgan bir chirkas qizi edi. Biz uning bilan yaxshi o'tatdik. Bugun Munisani tomoshaga elib ketganmi shu edi. Balasi bo'lmag'ashqa mening kichik shaytonimni o'z qizidek yaxshi ko'rardi. Lekin bugungi bu ish kayfimni uchirdi. Puluk imomidan bekmi izzat tatdim. Kim biladi, qanchalik ayblab ketdikin? Hozir bu qurlarni yezib etib, xijillikdan yuzim o'tdek yenib qizirib ketayotganini his qilyapman. Voy xudo. Maktab muallimasi turib, texchi tayinlikimni tashlayolmadim. Bediki mudir Rajab apandi menga Xudo pat ko'rsatmasin. Kunlardan bir kuni o'lguningda namozoni tushirgan imomni kuldirdigan o'xshaysan degan edi. Bugungi planim tushdan keyin bu yerga kelgandan buyanqi 6 oy ichidagi voqealarni yozish edi. Bu g'az bilan qirg'oqdagi harbiy iste'komlarning bir qismi ochiq ko'rinib turgan deraza oldiga keldim. Men bu uyga faqat mushu derazasini yoqtirib ko'chib kelgan edim. Bo'lmasa orzu qilgudek yeri yo'q edi. Beydan qetish uchun dastlab taklif qilgan bu o'rinni qabul qilgan cheg'imda ya bu yerni yaxshi ko'rmasligimni o'ylamadim. Ya oylikning ozligiga e'tibormi qilmagan edim. Ta'limga bu yer yaxshi chiqdi. Jimjit, ko'ngillik harbiylar shahri edi. Bu yerda mayli yerlik bo'lsin, mayli chetdan kelganlar bo'lsin, ularning dadisini, qerindishini, o'g'lini, erini so'rasangiz, u cho'qim harbiy bo'lib chiqadi. Ya ofitser, ya askar, hatto muallimlarning bir qismi degidek batalyon imomi, polik muftisiga o'xshash armiyaga munosabatlik odamlar edi. Qo'shnim Qurbon apandining ba'zida salni o'rab, harbiy kiyim kiyib, qilish esib olganligini ko'ratdim. Chining ayollari menga yoqdi. Ular vafodor, ishchan, o'z turmushidan mamnun. Kishiga ilishkak va sodda edi. Ular emgakni yaxshi ko'rganida, o'yin tomoshani bek yaxshi ko'ratdi. To'y to'kinsiz o'tadigan hafta yo'q ekan. Bir to'y har xil nomlar bilan atiladigan xeyli kechalari olishib, rosa bir hafta davomlashadi ekan. Demak, ular har kuni degudek o'yin tomosha qiladi ekan. Dastlab bu ishlarga qandaqmi pul to'shatqili bo'ladi deb hayron bo'ldim. Keyin buning sirini bildim. Bir ayol o'zining kelinlik ko'nglikini 10 yil, 20 yil faqat to'y ma'rakadan kiyib, keyin uni yana pokiz peti qizlarga kiydiradi ekan. Bularning tomoshalari bekmi oddiy. Bir qiyri arman xotin garmon chalatdi. U bir parcha raxt, ozgina pul bilan rozi bo'ladi ekan. Shunda ularning o'ltirishlari bekmi oddiy. Shunga qaramay ular bekmi xushal yuradi ekan. Bu nima degan yaxshi? Kashki menmo ularning orasida to'lgan bo'lsam. Kashki menmo bir kuni barmoqlarimga, oliqimga qiyib qizil xeni yaqqan bo'lsam. Bo'ldilar.
boshqa gapga o'taylik. Qo'shnilarim meni tezda yaxshi ko'rib qoldi. Ularga aralashmaganimga, bu o'ltirishlarga qiziqmaydiganligimga xafa bo'ladi. Aka urkan demisin deb, bekmi kichik pe'illik bilan ularning xizmatida bo'ldim. Maktabdagi qizlarga qilganimdek, ularga mu hurmatni va qo'limdan kelgan yordamni ayamadim. Bu yerda men eng yaxshi ko'radigan joy Tanliq deb ataladigan daryo bo'yi. Kishilar to'plangan kunlarda u yerga berishga jur'at qilolmaydim. Ba'zi kechlari Tanliq bo'shab qoladi. Shundaq chaqlarda Munisa ikkimiz maktabdan qaytganda berib aylanib keratdik. Tanliq tal va chinar o'sgan o'rmonlik edi. Kim biladi, qancha yillik o'rmonlikkin chinarlarning pastdagi shoxlari putalgan. Faqat g'o'li bilan ustidagi shox yo'pirmoqlarni qolgan edi. Kechqurun soylar quyuqlashishiga boshlaganda bu yerga kelgan kishi o'zini chet ko'rinmaydigan vayrona gumbazning ichiga kirib qolgandek his qiladi. Yandan tushib turgan kun nuri bu egiz chinar daraxtlarini ko'z yetgusiz palak taqashgan ko'ni to'riklarga o'xshatib qo'yadi. Daryoning beri chetida atrofi chitlangan qator bog'lar orasida soylar tushib turgan tar yo'llar bor. Bu yo'llar menga go'yo odamlarni biz bilmagan boshqa dunyoga ib boradigandek, kutilmagan orzularga yetkazdigandek bilinadi. Shaharning boylari kesalar to'piligi deb ataladigan yerda o'tirishdi. Bu yerning nomi yomon bo'lgan bilan, ammo eng xushal, eng baxtiyor odamlar makoni. Yeni kelgan chig'imda menga u yerdan chiroyli bir uyni ko'rsatishgan edi. Lekin men u yerda turishga jur'at qilolmagan edim. Hozir men bedikidek boy emas. Texmo fiqrani yashashga, kichik uylarda o'ltirishga majbur edim. Hozirgi uyimmi u qadar yomon yerda emas. Maydon, qahvaxona, do'konlar joylashgan bozorning eng obod yerida. Masalan, attiyandili Tanliqqa qarab mangan bir to'p kishilar uyimizning oldidan o'tdi. Mana endi baldurli qaytishyotdi. Bir oz avval Tanliqdan bir to'p ofitserlar yongan edi. Ular aldirab tenab ketayotgan bir ofitser bilan gaplashish uchun to'xtashdi. Ofitser: "Nemish shuncha baldur qaytdinglar? Men endi ketayotdim. Navbatchilikdan hozir bo'shadim", dedi. Chapinining tugmasini doim etmaydigan semiz, yashangan mayor: "Men uni doim uchirtatdim", deb javob berdi. "Kayningiyan avara bo'lma. Bugun Tanliqning payzi yo'q, shuncha qaradik. Lekin gulba shekar yo'q." Bu shaharning askarlari gulba shakarni bekli yaxshi ko'rish kerak. Balalarning, cho'nglarning og'zidan gulba shekar tushmaydi. Bilishimcha bu bir xil guldan yasalgan tatliq bo'lsa kerak. Lekin idallarda gulba shakarni izlash, uning yo'qligidan mayuslanish balalarcha ish. Shunda bu gulba shakar so'zi cho'ng kichik hamda erkaklarning og'zidan tushmaydi. Necha qatim ko'chada o'z quloqim bilan angladim. Masalan, bir kuni kechqurun maktabdan qaytib o'tdim. Oldimda kambag'al qiyofatlik bir necha yosh ketib o'tadi. Bulardan birisiga nemini taklif qildi ekan, o'rat qilib: "Xudo haqqi bo'lmaydi. Hozir tomoq yedim. Murabbo turmoq nima bo'lsin yemayman", deydi. Yana birisi: "Hech narsa yemamsan, gulba shakar bo'lsa yemasmidan", deb uni mo'rsidan tutib silkib qo'ydi. U yigit shu zamon bo'shab kulib turib: "Buningda gap yo'q", deb javob berdi. Ba'zida choyxonaning oldida o'ltirgan er kishilar mahallada suv to'shish bilan tirikchilik qiladigan kambag'al, g'alit so'zlaydigan xushchaqchaq bir bola bilan chaqchaqlashardi. "Ha, Sulaymon, qani so'zla, to'yingni qachon qilamiz?" "Qachon qilsanglar, men tayyor." "Sulaymon, bu kambag'alchilikda kuning qandoq o'tyapti?" "Gulba shakarni nenimga surib yeyman. Allohdan buningdan ortiq yana nima tilaydim?"
Ular bu chaqchaqni kunda degidek qilishadi. To'limi g'alati bir ish shuki, qo'shnim Hafiz Qurbon apandi 3 kun avval eshik oldida Munisani tutib olib, unimig'iniga unimay bechora qizning yuzlaridan suyib turib, "Ah, iporda gul va shakar puravatudu" dedi. Ko'chada tanliqdan qaytayotgan kishilar to'pi ko'payishga boshladi. Biri kulki ovozi, Munisaning ovozi. Munisa kelyotdi. Bu shayton qizni 4 soat ko'may, 4 oy ko'magandek siyg'inib ketgan edim. Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Turkiya yozuvchisi Rishad Nurigun Tekinning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Chala qushi nomli romanini bugun mushiyagicha anglatdik.